Tovaga bitta tuxum, o'simlik yog'i, sut, shakar, un, kakao razrexletini birdaniga solib aralashtirar ekansiz. Men ko'rgan videoda retseptni xato yozib ketibdi, birato'lasi retseptni to'g'rilab ham qo'ydim. Ana endi olovni past qilib yoqib 35 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Erinmasanglar qopqoqga sochuvni o'rab yopinglar. Biroz sovutib ganash qo'ysanglar bo'ladi. Men ganash qo'yib o'tirmasdan tayyor shokolad pastasidan foydalaning. O'zini issig'ida shokolad pastasi ham berib oldi. Qanaqa mayin chiqqanini kesilishdan bilsanglar ham bo'ladi. Halitdan bunaqa tovaga yopishib qoladi-yu deydiganlar, tovani yaxshilab ko'ringlar. Umuman yop. Shunaqangi sochning mazali pirogimiz tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notarangizni duo qilishni unutmang. Tovaga bitta tuxum, o'simlik yog'i, sut, shakar, un, kakao razrexletini birdaniga solib aralashtirar ekansiz. Men ko'rgan videoda retseptni xato yozib ketibdi, birato'lasi retseptni to'g'rilab ham qo'ydim. Ana endi olovni past qilib yoqib 35 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Erinmasanglar qopqoqga sochuvni o'rab yopinglar. Biroz sovutib ganash qo'ysanglar bo'ladi. Men ganash qo'yib o'tirmasdan tayyor shokolad pastasidan foydalaning. O'zini issig'ida shokolad pastasi ham berib oldi. Qanaqa mayin chiqqanini kesilishdan bilsanglar ham bo'ladi. Halitdan bunaqa tovaga yopishib qoladi-yu deydiganlar, tovani yaxshilab ko'ringlar. Umuman yop. Shunaqangi sochning mazali pirogimiz tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notarangizni duo qilishni unutmang.